Salom hammaga. Sizlar bilan men Kenzo Craft. Bugungi videomizda o'tgan videodan qolgan ikkinchi qism videoni olaman degan edim. Va endi olishni boshlaymiz. Ya'ni men mana shu yerdan duvoy doskalarni kesib ketaman va keyin uyimga borib garaj qurishim kerak edi. Va ana shuni endi ikkinchi qismni qilishni boshlaymiz. Qani ketdi o'rtoqlar. Videomiz boshlandi. Ha aytgancha o'rtoqlar like va podpiskani bosish esdan chiqmasin o'rtoqlar. Ketdi yetadi bizga endi bularni maydalaymiz. Endi ketamiz. Ularni maydalab garaj qurishni boshlashimiz kerak. Ya, bu yerga tushib ketdim-ku. Yo-mayo. Ye, mana. Mana shu yerda yopib qo'yish kerak edi. Tika. Mana shu yerda yopamiz. Mana yerga bitta galon tushib ketdi. Tezroq borib garajimizni qurishni boshlashimiz kerak. Qo'ylar bu yerga qo'y qanday bosib ketdi? Mana duvoy doskaga aylantiramiz. Mana endi temirimizni ham mayda temirga aylantirib olamiz. Nimaga bosilmayapti? Mana. Bir stak bo'ldi. Mana 1,5 stak. Taxminan garajni mana shu yerdan qursak bo'ladi-da. Mana shu yerdan qursak bo'ladi. Kirkam bor aytgancha. Menimcha yana bir kubikdan qo'ysak yetsa kerak. Mana. Endi aytgancha bu yerga qo'yib bo'lmas ekan. Shuning uchun mana buni qo'yamiz. Anaki. Menimcha shu yerga sig'sa kerak, yo'q sig'maydigan-a. Mayli, mana yana bitta kubik uzaytiramiz. Sig'maydi menimcha. Duvoy doskani olib tashlaymiz qo'limiz bilan va buni chopamiz. Ana endi bir dona bundan va duvoy doskadan qo'yamiz. Bir dona bundan va duvoy doskadan. Mana shunday. Mana endi garajimizni devorlarini duvoy doskadan qilsak bo'ladi. Bu tarafini mamutdan, ya'ni toshdan, bu tarafini esa duvoy doskadan. Xuddi mana shunday qilib qurib olamiz. Ana. Garajimiz tayyor. Mana shu yerga mashinamizni olib kelib qo'yamiz va garajimiz taq. Endi mashinani haydaymiz. Voy. Voy.
Mashinam sal qirildi endi. Yetadi. Hop. Yo'q degan. Endi bo'lsa kerak. Ana. Sal endi peshora o'yindan mayli. Endi ukamni agar o'tin tez tozalaymiz. Böyle kovulmasa ham mayli. Hozir endi ketmonimni olib chiqib yotmadim. Endi beriga bularni topshirib kelamiz. Ukamniki deb. Ukamni o'zi esa pulini oladi. Ukamniki yana bitta aynigan chiqdi. Assalomu alaykum, mer. Eshigini men bo'lar. Va alaykum assalom. Qalaysan, yaxshimisan? Ha, yaxshi mer. 39 ta ukam nagarotadan narsalarni yig'ib kelayotgandi. Mayli. Ukang o'zi qayerda? 2 kundan beri uyda yo'q. Ha, shaharga ish bilan ketgan. Bo'pti, mayli, sog' bo'l. Bo'pti, mer, sog' bo'ling. Yo, nimalar bo'ldi? Yo. Nima bor bu yerda? Jan. O'rtoqlar Minecraft bug bo'lyapti shekilli. O'zidan o'zi yurib ketyapti, bitta. Hozir buni bu yerda nima bor ekan? Bu yerda tekshirish kerak. Mana bu yerda yuragan joy. Mana shu yerda yuragan joylarni tekislab olamiz. Keyin nima bo'layotganini bilib olamiz. Mana. Minecraft nimagadir yomon qo'tyapti shunga. Nimadir bo'lyapti-da Minecraftga. Odam qo'rqdi-yu. Nimadir? Bunker. O'rtoqlar qanaqadir bunker bu yerda. Yo-mayo, oltinlar. Kimdir ruscha harflarda nimadirlar yozib qo'ygan. Bu yerda shit mitlar. Bu yerda ovqat. Kitob. Bu yerda ham kitob. Kitobda nima yozilgan ekan? O'qib ko'ramiz. Voy, nimaga ruscha yozishadi? Kim bo'lsa ham. Menimcha buni jitellar yozgan. Chunki jitellar ruscha yozishadi. Menimcha bu jitellarning bunkeri yo'q. Bu yer qayergadir olib chiqsa kerak. Aytdim, har sunami bo'lganda jitellar yo'qolib qolishadi. Demak, jitellar mana shu bunkerga tushib olishadi. Kech bo'ldi endi. Bu sovuqda tashqarida chiqib nima qilaman? Yoki chat bilan gaplashib biror narsa qilsam-mikan? Ana. Menimcha yomg'ir tindi. Ha, aniq yomg'ir tindi. Endi borib
Uyumda ham o'tirsam bo'ladi. Zombini o'ldirishdi. Endi bu yerdan qanday chiqaman? Suvda sekinlashadi-da. Buzish ham. Nimaga ham tushdiman shu yerga? Menga kerakmidi bu yer? Ana chiqaman. Minecraftga nima bo'lyapti? O'zidan o'zi yurib ketyapti. Ana. Uni ham o'zidan o'zi tushib ketib qoldi. Bo'ldi, qaytib yerga tushaman endi. Galiyam bechorani ham mazasi qochibdi. Mana. Qishlog'imiz ham juda chiroyli bo'lib ketdi. Hozir men sizlar bilan gaplashaman. O'rtoqlar, shu bilan videomiz ikkinchi qismi ham tamom bo'ldi. Like va podpiska bosishni esdan chiqarmanglar. Va xayr, sizlar bilan men Kizzy Craft bo'ldim. Sog' bo'linglar.